Qadrli muxlislar, tushlikda ko'rsatuvi davom etmoqda va maroqli jarayonlarni biz bilan birgalikda o'tkazing deymiz. Istiqlol telekanalini tomosha qilmoqdasiz. Demak, bizning jajji mehmonimiz studiyamizni tark etdilar va u kishi bilan bo'lgan qiziqarli jarayonlarni esa endi bevosita bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlar orqali, shu bilan birgalikda telefon qo'ng'iroqlari orqali boshqalarni aldash va ularning vaholanki hisobidagi pullarni yechib olishga qaratilgan firibgarliklar turiga qaratiladi. Demak, bevosita sizga ham aniq bo'ldiki, bugungi navbatdagi mehmonimiz aynan kiber xavfsizlik boshqarmasining mutaxassisi Xurshid aka Umarov. Assalomu alaykum, studiyamizga xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Bugungi kunda aynan boya ta'kidlab o'tganimdek, kiber jinoyatlarning soni kundan kun oshib bormoqda va aynan bugungi kunda ommalashib borgan APK fayllar haqida ozgina ma'lumot berib o'tsangiz. Rost aytasiz, hozirgi vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda aynan mana shu APK kengaytmali virusli fayllar juda ham keng tarqalyapti. Aynan shu 14-aprel sanasini qarab ayta oladigan bo'lsak, bizga fuqarolarimiz juda ham ko'p murojaat qilishyapti. Ya'ni APK faylni bosgan yoki o'sha APK faylni faollashtirgandan keyin aynan qanaqa amallarni bajarishimiz kerak, aynan shu APK fayllardan o'zimizni qanday himoya qilishimiz kerak va hokazo shunga o'xshash murojaatlar bilan chiqishyapti. Aynan shu yuzasidan hozir gapirib o'tmoqchimiz, aynan qanaqa APK fayllar tarqalayotganligi to'g'risida. Birinchi navbatda e'tibor qilishimiz kerak, har qanaqa fayl ijtimoiy tarmoqlardan yoki bo'lmasa o'sha ayniqsa Telegram messenjeridan tarqalyapti. Sizga kelgan har qanaqa faylni eng oxirida o'sha fayl kengaytmasi bo'ladi. Aynan o'sha fayl kengaytmasiga e'tibor qilish kerak. Agar u APK deb yozilgan bo'lsa, bu fayl bu zararli havola bo'lishi mumkin. Bunaqa zararli havolarni aslo faollashtirmaymiz. Endi bu zararli havolar hozirgi kunda fuqarolarimizni qiziqtiradigan mazmunda kelyapti. Kelib qolyapti to'yga taklifnoma mazmunda yoki bo'lmasa to'yingni videosi, sudga chaqiruv, qarzdorlik yoki bo'lmasa hozir fuqarolarimizni sal nima qilib, ya'ni nima desa, qiziqtirish maqsadida haqoratomuz mazmundagi yozuvlar bilan ham fayllarni fuqarolarga yuborish holati bo'lyapti. Ya'ni bu fayl qanaqa ekan degan odamda nima bo'lib, o'sha fayl ochib qo'yish holatlari ko'p kuzatilyapti. Qiziqqonlik sabab ochib qo'yish. Albatta, qiziqqonlik sifatida ham mana shunaqa APK fayllarni ochib qo'yish holatlari ko'p kuzatilyapti. Juda ham e'tiborli bo'lishimiz kerak. Eng oxirida APK fayl bo'ldimi, aslo faollashtirmasligimiz kerak bo'ladi. Ana endi bundan biz qanday himoyalanishimiz mumkin? Birinchi navbatda agar ruxsat bersalaringiz, telefondan o'sha akkauntlarning himoyasini ko'rsatib bersam, albatta. Ya'ni barchamiz Telegram messenjeridan foydalanamiz. Telegram messenjerida bilasizlarki, hozirda barcha fuqarolarimiz ma'lumot almashinish, xabar yozish, shunaqa amaliyotlarni amalga oshirishadi. Aynan bu virusli fayllar ham deyarli 99% aynan shu Telegram messenjeri orqali amalga oshirilyapti. Bu Telegram messenjeridagi o'sha kelgan APKni bosgandan keyin APK virusli fayl birinchi navbatda o'sha fuqaroni, ya'ni jabrlanuvchini Telegram akkauntini o'ziga o'zlashtirib olyapti. Buni oldini olish uchun nima qilishimiz kerak? O'sha bizda mavjud Telegramimizga kirishimiz kerak va Telegramimizdagi Telegramni sozlamalar, masalan, mana bu ko'rinishda, shu ko'rinishda masalan Telegramimiz turgan bo'lsa, Telegramimizni sozlamalar bo'limiga o'tamiz. Sozlamalar bo'limida bemalol ko'rsatishingiz mumkin, chunki mana yuqori nimada formatda ko'rsatilyapti. Albatta, sozlamalar bo'limidan ustroystvo bo'limini ochamiz va mana shu ustroystvo bo'limidan biz aynan bizni nimamizga, Telegramimizga qanaqa qurilmalar ulanganligi to'g'risida ma'lumotga ega bo'lishimiz mumkin. Masalan, meni hozirgi paytda Telegramimda ikkita qurilma ulangan holat, ya'ni ikkita kompyuterni ulab qo'ygan holatligi ko'rinib turibdi. Mavjudligi ko'rinib turadi va undan tashqari mana bu yerda konfidensialist degan qism bor. Mana shu qismga kiradigan bo'lsak, mana birinchi qatorda turibdi oblishniy parol. Bu oblishniy parolni ustiga bosamiz. Menda hozirda oblishniy parol o'rnatilmaganligi uchun mana shunaqa holatda ko'rinishda ko'rinib turibdi. Ya'ni bu yerda masalan parolni men avval o'rnatganman. Avval o'rnatganim uchun menga parol ko'rsatyapti. Hozirda
Demak, mana shu Albatta. oblачный parolni o'rnatib qo'yish kerak. Bu xavfsizlik uchun kerak, Albatta, bu to'g'rimi? oblачный parol bizni masalan mana kiryapmiz, parol o'rnatishni boshlash va bizdan bu yerda parol so'raydi. Parolni kiritamiz va o'sha parolni yana повтор, ya'ni qayta kiriting deb so'raydi. Bu parolni yana qaytib kiritasiz, sizdan elektron pochta so'raydi. Elektron pochtangizni kiritganingizdan keyin aynan sizni o'sha elektron pochtangizga SMS xabarnoma keladi. Elektron pochtani nima uchun kiritishimiz kerak? Sizni ertaga Telegramda o'sha 2 bosqichli parolingiz esdan chiqib qoladigan bo'lsa, o'sha elektron pochta orqali qaytib SMS tiklash, keladi. albatta, qaytib tiklash imkoniyati mavjud. Bu 2 bosqichli parolni faqat sizni o'zingiz bilasiz, hech qayerga bu SMS bo'lib kelmaydi va bu narsani sizdan boshqa hech kim bilmaydi. Shuning uchun Telegramga albatta 2 bosqichli parollarni o'rnatib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Aynan shu holatda Telegramimizga bo'ladigan hujumlarni, Telegramimiz boshqa bir firibgar ixtiyoriga o'tib ketmasligini oldini olishimiz mumkin. Bundan tashqari APK fayl bosilganidan keyin bu fayl sizni qurilmangizdagi SIM karta, ya'ni o'sha telefon raqamingiz haqida ma'lumotlarni oladi va agar siz o'sha raqamingizga qanaqadir plastik karta, ya'ni bank plastik kartalar ulangan bo'lsa, o'sha plastik kartalarni zudlik bilan bloklash choralarini ko'rish kerak. Ya'ni o'sha SMS xabarnoma keladigan nomer siz o'sha virus tushgan telefoningizda turibdimi, demak o'sha plastik kartangizdan ham pul ketib qoladi. Shuning uchun imkon qadar harakat qilishimiz kerak. SMS ulangan nomerlarni internet yo'q, boshqa mana shu internet mavjud emas telefonlarga, oddiyroq telefonlarga qo'yib ishlatishni Tavsiya bergan bo'lardik. Agar ishlatsangiz ham, masalan, smartfonlarda qo'yib ishlatsangiz ham imkon qadar himoya choralarini ko'rishimiz kerak. Agar APK fayllarni hech kim bosmasa, hech qanaqa jabrlanuvchi, hech qanaqa holatlar bo'lmaydi. Mana shu APK fayllardan juda ham ehtiyot bo'lishimiz kerak bo'ladi. Nafaqatgina APK fayllar va bugungi kunda hattoki ijtimoiy tarmoqlarda ham, oynayi jahonda ham ko'pgina ogohlantirishlar orqali yangi firibgarlik usuli paydo bo'lganligi, ya'ni sizga begona raqamlar qo'ng'iroq qilib, turli xil korxona, idoralardanman degan turli takliflar kelib tushayotganligini bildirishmoqda va mana shu usulga ham ozgina to'xtalib o'tsangiz, bu o'zi qanaqa firibgarlik turi, odatda bu demak sun'iy intellekt tomonidan foydalaniladimi yoki insonlar telefon qilishadimi, shunga ham ozgina to'xtalib o'tsangiz. Hozirda aynan mana shunaqa xorijiy davlat raqamlaridan yoki O'zbekistonni o'zini raqamlaridan ham telefon qilib firibgarlar fuqarolarimizdan pul o'g'irlanish holatlari kuzatilyapti. Kuni kecha ham aynan shunaqa holat bo'yicha murojaat tushyapti. Ya'ni firibgar fuqaromizga qo'ng'iroq qilyapti va o'zini bank xodimiman deb tanishtirib, uni nomiga kredit rasmiylashtirilganligini ma'lum qilyapti-da, fuqaroda o'zi hech qanaqa kredit mavjud emas. Sizning nomingizga 3 ta bank nomini aytyapti. Mana shu banklardan kredit rasmiylashtirilgan. Bu kreditlarni ortga qaytarish imkoniyati mavjud emas. Faqat bitta yo'li deyapti. Siz borib o'sha bankdan o'zingiz ixtiyoringiz bilan kredit olishingiz kerak. Ya'ni o'sha bankdan kredit olib bizga tashlab bersangiz, biz bu kreditingizni va yangi kreditingizni ham yo'q beramiz degan mazmunda fuqarolarimizni aldash holatlari kuzatilyapti. Aynan bunaqa qo'ng'iroqlar qanaqa holatlarda amalga oshirilyapti? Ya'ni bu yerda boshqa bir davlatdan turgan holatda, ya'ni bir nechta texnika, ya'ni qurilmalardan foydalanib, boshqa bir davlatni raqamlarini niqob sifatida ishlatishadi va o'sha niqoblangan nomerlardan fuqarolarimizga qo'ng'iroq qilishadi va bu niqoblangan nomerlarni maxsus bazalardan yoki bo'lmasa o'sha tegishli tashkilotlardan ma'lumot sifatida so'ralgan taqdirda ham bu raqam haqida hech qanaqa ma'lumot chiqmaydi va o'sha raqamga siz qaytib qo'ng'iroq qiladigan bo'lsangiz, bu raqamga ham tusha olmaysiz. Aynan mana shunaqa nomerlarni firibgarlar ko'pgina holatlarda ishlatishyapti. Agar mabodo sizga shunaqa notanish raqamdan qo'ng'iroq bo'lib, shaxsiy ma'lumotlaringizni so'rashni boshlayaptimi, birinchi navbatda o'sha telefonni o'chirishimiz kerak. Birinchi navbatda o'zimiz hech qanaqa ma'lumot aytmasligimiz kerak avvalambor. Va agar shu darajada siz uni gaplariga ishonib qolayotgan bo'lsangiz, telefonni o'chirib o'sha nomerga qaytib aloqaga chiqib ko'ring. Bunaqa vaziyatda ko'pgina holatlarda o'sha raqamga qaytib tusha olmaysiz. Yoki bo'lmasa o'sha sizning shaxsiy ma'lumotlaringizni so'rayaptimi, 112 qisqa raqamlarga qo'ng'iroq qiladigan bo'lsangiz, biz sizga huquqiy masala, ya'ni o'sha kiberxavfsizlik boshqarmasi, ya'ni axborot texnologiyasi sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurash boshqarmasi sizga huquqiy maslahatlarni albatta beramiz. Shuning uchun
bunaqa raqamlarga hech qanday shu notanish raqamlarga hech qachon shaxsiy ma'lumotlaringizni aytib o'tmang. Demak, mana shu holatlarni sodir etayotgan fuqarolarning o'zi ham chet elda yashaydimi yoki shu yerdan turib chet el raqamini ishlatadimi? Endi bu qurilmadan foydalangan holatda, ya'ni o'sha chet davlatdan ham, ya'ni o'zimizdan ham turib qilish imkoniyatlari albatta mavjud. Chunki bu apparatlar telefon raqamlarini o'sha manzillarni berkitish, o'sha niqoblash imkoniyatini beradi. Ya'ni buni o'sha natijasi haqida hech qanaqa ma'lumot olish imkoniyati biroz qiyinroq. Shu sababli ham tarmoq orqali ma'lumot uzatilishda qiyinchiliklar bo'ladi. Bugungi kunda bilasizmi, mana shu kiberjinoyatlar haqida hamma joyda bong urilmoqda, ya'ni aldanib qolmang deb. Dastlab kiberjinoyatlar aynan plastik kartadan pul yechib olish orqali sodir etilgan bo'lsa, hozirgi kunda ularning turli-tuman demak ko'rinishlari mavjud. Nima deb o'ylaysiz? Mana bugungi kunda ommaviy axborot vositalarida, ijtimoiy tarmoqlarda ogohlikka chorlanyapti. Kiber xavfsizlik bo'yicha ko'plab qo'llanmalar, yo'llanmalar berilyapti. Lekin mana shu jinoyatlar turi kundan kun oshib bormoqda. Nega insonlar ogoh bo'lib mana shu demak qo'llanmalardan foydalanmayapti? Albatta, bu narsaga rostdan ham to'xtalishimiz kerak, chunki juda ham keng qamrovli targ'ibot tadbirlari butun respublikamizda amalga oshirilyapti. Aynan targ'ibot tadbirlari amalga oshirish to'g'risida va masalan boshqa bir davlatlarga o'sha xizmat safari, o'sha malaka oshirish maqsadida borganimizda ham u yerda ham o'rganilgan kiber jinoyatlarning oldini olishni bitta yo'li bu faqat targ'ibot. Fuqarolarimizni o'sha ongini oshirish, o'sha kiber madaniyatni shakllantirish orqali ularni o'sha kiber jinoyatlar qurboniga aylanib qolmasligini ta'minlashimiz mumkin. Lekin biz shuncha tushuntiryapmiz, shuncha fuqarolarga aytilyapti, boshqa qilinyapti, ma'lumotlar yetkazilyapti, tarqatmalar tarqatilyapti, lekin shunga qaramasdan ham ishonib qolish holatlari juda ham ko'p bo'lyapti. Endi albatta bir qisqacha qilib bir holatni albatta aytib berishim kerak. Endi buni aytmasa ham bo'lmaydi, chunki yaqinda o'zimizda bo'lyapti bir holat, fuqaromiz kelyaptilar. O'sha fuqaroga masalan internetda pulingni ko'paytirib beraman degan mazmundagi reklamaga ishonyapti va o'sha nimaga firibgarga katta miqdordagi pullarni tashlab beryapti. Ya'ni pul ko'paytirishga. Albatta bu birinchi navbatda internetda pul ko'paytirish imkoniyati mavjud, faqat o'zingiz ishtirokingiz bilan, ya'ni faqatgina o'zingizni bilimingiz bilan pul ko'paytirishingiz mumkin. Kimnidir yordam orqali, kimdir sizga pul ko'paytirishni tavsiya qilib, uni ishtirok orqali siz hech qachon pulingizni ko'paytirish yoki bo'lmasa qanaqadir daromad qilish imkoniyatingiz mavjud emas. Lekin fuqarolarimiz oson boyishni maqsad qilishadimi, bilmadim. Tez boyib ketishni o'ylashadimi? Bu juda ham nima narsa, albatta yaxshi emas. Aynan bizga kelishyapti, murojaat qilishyapti, biz tushuntiryapmiz. Bu firibgarlik. Yana u kelyapti, men shu hisob raqamimda mana shuncha pul bor, yana o'sha platformalarni ko'rsatyaptilar. Platformalar soxtaligi, bu sizdagi hisob raqamlar mavjud emasligi, siz tashlab bergan pullar nimalar boshqa yo'nalishlarga chiqib ketganligi to'g'risida 1,5 soat, deyarli 1,5 soatdan ko'p tushuntirish olib boryapmiz, ishlayapmiz va murojaatlarni qabul qilyapmiz. Va ishlov olib borilgandan keyin bo'ldi, endi ishonmayman, birozdan firibgar ekan deb chiqib ketyapti fuqaromiz. Yana 2 kundan keyin ayollari bilan kirib kelyapti. O'sha oldingi tashlab bergan summasiga yana 2 barobar pulni tashlab beribgan holatda. Yana pul tashlab berganlar. Xo'p, nima uchun buni tashlab berdingiz? Qayerga ketdi shuncha tushuntirishlar deng. Sizga shuncha tushuntirganimiz, shuncha o'rgatganimiz nima bo'ldi? Nima uchun bunday qildingiz? Xo'p, tushundim, bildim. Lekin qaytarib bersa kerak-da deb o'yladim. Endi bu holat juda ham achinarli, chunki albatta o'sha pulga qiziqish, pulni qaytarib olaman deb o'ylash, esdan chiqarmang, internetda sizni pulingizni hech kim ko'paytirib bermaydi. Bunaqa narsalar umuman imkoniyati mavjud emas. Qachonki ishlashingiz mumkin, o'zingizni bilimingizdan foydalangan holatda. Shuning uchun bunaqa mazmundagi xabarlarga ham ishonmang, sizga yuborilgan ma'lumotlarning birontasiga ishonmasligingizni so'rab qolgan bo'lardim.
Albatta va bugun aynan taqdim etgan ma'lumotlarimiz siz uchun ham juda foydali bo'ldi deb o'ylaymiz, aziz muxlislar. Shu jumladan yana bittagina savolim qoldi. Odatda mana telefon orqali kiberjinoyat sodir etilganda, ular telefon qilib sizda qanaqadir kredit yoki boshqa deganda, o'zingizga telefon qilib, o'zingiz ham ma'lumotlaringizni taqdim etish mumkinmi? Masalan, siz shu odammisiz, shu yilda tug'ilganmisiz, bankda shuncha pulingiz bor, mana shu ma'lumotlarni aytish mumkinmi? Xo'p, ha, bunaqa holatlar ham kuzatiladi. Ya'ni o'sha bu birinchi navbatda APK virusli fayllar orqali fuqarolarimizni Telegramni o'zlashtirish orqali, masalan, men sizni Telegramingizga masalan virus tushdi va siz haqingizdagi ma'lumotni va sizni qarindoshlaringiz haqidagi ma'lumotlarni o'sha Telegramdan maksimal darajada olishim mumkin. Ya'ni albatta siz qo'ygan bo'lishingiz mumkin, o'zingizni ism familiyangizni qo'ygan bo'lishingiz mumkin yoki qaysidir profil sizga ism familiya bilan murojaat qilgan bo'lishi mumkin yoki siz kimgadir uning ismini aytib murojaat qilgan bo'lish mumkin. Xullas ma'lumotlar shundan egallab olinadi-yu ma'lumotlar. Shunaqa yo'llar orqali ma'lumotlarni olish imkoniyati bo'ladi va ular keyin aynan o'sha ma'lumot orqali sizga hujum qilishga harakat qilishadi. Albatta bu telefon orqali qilingan qo'ng'iroq ikkinchi hujum ekanda, demak, APK orqali egallangan. Endi har doim ham emas. Endi bu firibgarlar har kundan kunga yangi usullarni o'ylab topishyapti. Bu albatta bo'lishi mumkin, sizga to'g'ridan to'g'ri hech qanaqa ma'lumotlaringizni aytmasdan turib ham hujum qilishi mumkin yoki bo'lmasa o'sha APKlar orqali sizni shaxsiy ma'lumotlaringiz haqida o'rganishlarni qilib, keyin sizga telefon qilishi mumkin. Soxta qo'ng'iroqlarni amalga oshirishi mumkin. Demak, har qanday holatda ham azizlar ogoh bo'lishimiz lozim. Hattoki mana boya aytib o'tganimizdek, oldin sizning ma'lumotlaringizni olib, keyin ishonchingizga kirish orqali telefon qo'ng'iroqlari bo'lishi mumkin. Shunday ekan, shubhali raqamlarni yaxshisi ko'tarmang, ular bilan aloqaga chiqmang va bu bilan siz o'zingizni kiberjinoyatlardan asragan bo'lasiz. Tashrifingiz uchun rahmat kattakon va foydali ma'lumotlarni bugun biz muxlislarimizga ham ulashdik. Yana yangi ma'lumotlar bilan studiyamizda sizni kutib qolamiz. Albatta, rahmat. Bizga berilgan vaqt esa o'z nihoyasiga yetdi, azizlar. Tushlikda ko'rsatuvni tomosha qildingiz. 1 soat mobaynida biz o'zimizga qiziq bo'lgan savollarga va turli mavzularga to'xtalib o'tdik. Albatta, vaqtingiz maroqli o'tgan bo'lsa, demak biz o'z maqsadimizga erishdik. Kelgusi dasturlarda uchrashguncha omon bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. Biz sizni yaxshi ko'ramiz. Istiqlol telekanalini kuzatishda davom eting.